6 dekabr juma qizingni otasiga topshir. 7 dekabr shanba o'zingni yo'q. Elchining qizi, chiq bo'lmasa o'zim kiraman. Kirib bo'lsa, DNK test qildirmoqchiman. Nima bo'lyapti? Elchining qizi kecha kelib to'yimni buzdi. Yonida bitta qizalog'i ham bor edi. Shuni g'iybatini qilishyapti. Melek nimalar bo'lishini o'ziz ham biladi. Ismi Melekmi? Men Sanjar efirni xotiniman, xotini. Yil men qizimsiz yashadim. 8 yildir zurriyotim borligini mendan yashirib kelding. Dadang seni juda yaxshi ko'radi. Chunki seni dadang dunyodagi eng mehribon inson deb aytdi.